Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar bilan men Dilrisa Shaymanov. Sizlar bilan anchadan beri video ololmayotgan edim YouTube'da. Qani go boshladik do'stlar. Birinchi o'yin. Do'stlar, stadionni full qilishim ancha qiyin ish bo'lib, yutqazishim aniq. E'tibor bermaysizlar do'stlar. Zarba va gol. Dominik Szoboszlai. Dahshat pushka bo'ldi 3-daqiqa. Qanaqa pushka? Pushkash. 36 metrdan 74. Uni darvozabon hech narsa qila olmay qoldi-ku. Ajoyib zarba. Bizda nafas bor. Hech narsadan qo'rqmasak ham bo'laveradi. Va Kylian ajoyib gol. Szoboszlaidan juda ajoyib pas. Salah. O'yinchilarim yeyapti. Ishoninglar. Buni o'yinchilarni. Yana Keylor Navas. Yo'q. Yana Kylian. Cristianoga uzatma. Sal qolgan edi-da. 3-daqiqa juda ajoyib gol urgan edim lekin Mbappe. Voy, Alaba sariq yaxshi. Kylian jarohatga kirdi. Ani endi almashtiradi. Szoboszlai o'yin qahramoni Erling Haalandga. Voy. Uni ham ajali ko'p lekin. Agar 600lar chiqib ketgan bo'lsa, bilmadim kimligini. Voy, aytdim. Ajali yo'q ekan menda. Rudiger edi buni ajali aytgancha. Anchadan beri liv o'ynamagan edim, lekin nimaga bunaqa kuchli komanda chiqyapti? Tushunmayapman. O'tib ketdi. Kylian. Voy, offside. 3 o'yinchim offside ekan. Qanot kuzatma. Bitta gap keldi-yu, mayli, aytmay qo'ya qolay. Alabani o'rniga kim bor? Militao yetib oladimi? Salah, Haaland. Chichordi degan gap bor. Voy. Modricga pas edi, bu o'tib ketishi mumkin edi. O'yinchilarim. Navasni to'pi bu. Vaqt tugadi. Voy, Federiconi xatosi bo'ldi bu o'yinda. O'shaning uchun. Qani go. Ikkinchidan ham 2 gol ursam.
Valverde. Super. Va internet ozroq qotganini aytmaganda hammasi a'lo. Bola tepib borishga majbur bo'ldi. Ya'ni qildim. Oblak ushlab olmoqda to'pni va yana out ishlab olamizmi degan edim. Szoboszlai uzoqdan zarba. Dominik Szoboszlai. Bu bolani bunaqa pas berishini bilganimda 7 tunni kechirmasdim. Va olib o'tdi. Advance berdim hozir. Internet qotyapti do'stlar. Va yana Menzida tezlanish bor. Voy! Nima bu? Drop ball. Yanami? E'tibor bermaysizlar do'stlar. Shu bitta narsa yoqyapti yomon. Oxirida bala comeback qilib ketmasa, comeback qilib ketish ehtimoli ham katta edi. Yutdim do'stlar. Birinchi o'yin hali ajoyib o'yin bo'ldi. Szoboszlai o'yin qahramoni bo'lishga arziydi do'stlar. Juda zo'r o'yin ko'rsatdi. Ayniqsa 3-daqiqada juda super gol urdi. Hozir hujumlarni ko'ramiz. 36 metrdan ana. Shu bilan video o'z yakuniga yetadi do'stlar. Sizlar bilan Dilisi Shaymanov bo'ldi.